Mashinangiz 2010-yildan pastmi, demak siz taksi qila olmaysiz. Sizga litsenziya berishmaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Menga juda ham ko'pchilik murojaat bilan chiqishyapti. "Aka, iltimos, mana shu narsani olib chiqing" deb. Agarda shu 2010-yildan past bo'lgan yildagi mashinalarning egasida pul bo'lmasa-chi, ular sharoiti bo'lmasa-chi, misol uchun mashina olishga hozir litsenziyasi bor odamlardan ham 2010-yildan mashinani yili past bo'lsa litsenziyani olib tashlashayotgan ekan. Ularni litsenziyadan mahrum qilishayotgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Ularda pul bo'lmasa-chi, nima ular taksi qilish mumkin emasmi? Ular qanaqa ro'zg'or yuritadi? Shu masalani ko'tarib chiqish o'zimni zimmamga oldim, ko'pchilik murojaati bilan. Aka-ukalar, iloji boricha bu videoni tarqatib qo'yamiz, like bosamiz, kommentariyada o'z izohinglarni qoldirib qo'yasizlar. Bu video tepadagilarga yetib borishi uchun ko'pchilik mashina to'g'ri 2010-yildan past bo'lishi mumkin. Ularning tirikchiligi nima bo'ladi? Ertaga ishsizlik ko'paymaydimi? Tanijoninglar sog' bo'lsa, maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.